Akalar, Kia K5 mashinamiz mana shu 10 tarafi bo'yalgan. Hozir talchnomerni o'lchaymiz. Bo'yalgan tomon bilan bo'yalmagan tomon talchnomer qancha chiqadi? O'lchab ko'ramiz. Chap taraf bo'yalmagan tomonni o'lchaymiz. 120, 122. Oldi eshigini o'lchaymiz. 128, 134. Orqa eshigini o'lchaymiz. 122, 120. Chap taraf bo'yalmagan, bu normalniy holat. Endi 10 taraf bo'yalgan tomonni o'lchab ko'ramiz. 108, 114. Endi oldi eshigini o'lchaymiz. 101, 112. Mana chirog'iga e'tibor berasizlar. Yashil yonyapti. Yashil oranjiy yonsa bu normalniy holat degani. Xullas 150-200 dan oshsa o'sha bo'yalganini ko'rsatib beradi. Bu normalniy holat. K5 mashinamiz o'zi mana shu 10 tarafidan DTP holatga kelgan edi. Bu yerda oldi krilo, eshik, orqa eshik, paroglar almashgan. Inshaalloh mashinani podzavodga sepib, shagrillarni adnikadnamo qilib chiqarib berdik. Bu ishimizga 2 yil garantiya beramiz. Avvalambor ishinglar tushmasin. Agar xizmatimizga kerak bo'lib qolsa, bemalol avtomobilga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizda suygalarimizni ichida kraskalarni ko'rib berish xizmatlari ham bor. Agar mashina olmoqchi bo'lsanglar yo sotmoqchi bo'lsanglar, o'zingiz uchun tekshirib turishga bemalol avtomobilga murojaat qilsanglar bo'ladi. Garantiyalar bilan tekshirib beramiz.